Qanchadan buyon faoliyat, qanaqa kun bugun? Bugun mani Gestalt terapevtik guruhim birinchi vypuskim, ya'ni ular 5,5 oy davomida o'zligini ustida ishlab kelishyapti. Men mana Yevropa xalqaro Gestalt terapiya assotsiatsiyasidan уже tan olindim, akkreditatsiyadan o'tdim. Tabriklayman. Bugun mani qaldirg'ochlarim birinchi o'zligini sertifikatligini olishadi. Aynan Yevropa miqyosidagi mana shu Gestalt terapiyadan o'tishganligi to'g'risida. O'zim hozir juda ham hayajonlanib ketyapman, juda ham xursandman. Aynan shu yutuqqa erishganim uchun. Потому что men uchun bu juda ham og'ir yo'l bo'lgan. Buni qadamma-qadam bosib kelganman, mana bugun amalga oshirdim. Oson bo'lmaydi. Keling, qisqacha mana shu bosib o'tilgan yo'l bosqichlari haqida qisqacha aytsangiz va sizni yaqinda sentyabrdan boshlab bir katta nima ochyapsiz-ku, o'quv, shu haqida kengroq gaplashsak. Bu qanaqa bo'ldi hozir bosib o'tilgan yo'l o'quvchilarda qanaqa A nuqtada kelishdi-yu, B nuqta, hozir ular o'zlaridan ham intervyu olamiz, siz bilan. A nuqtaligi ular kelganida umuman o'ziga ishonch yo'q, anglash o'zi nima ekanligini tushunishmasdi. Siz o'sha noldan ko'targansiz-da? Ba'zilari noldan, ba'zilari bir fundamenti bor. Lekin noldan kelganlar ham bor. Ular umuman endi psixologlar bilan ishlash osonroq. Lekin ko'chadan kelgan yangi odam bilan ishlash juda ham qiyin. Ular anglash nimaligini tushunishmasdi. Nimani his qilyapsan desa, mana buni qilishim kerak, harakatga o'tib ketishardi-da, lekin his nima ekanligini umuman tushunishmasdi. Hozir o'zi tushunishdi. Nima sababdan bolasiga baqirib nima sababdan eri bilan nizolarga keladi. Mana shu kelib chiqish sabablarini bilgandan keyin, ularni ishlab bartaraf qilgandan keyin, hozir o'zi yengil va oson o'ziga erkinlik berishni boshlashdi. Ya'ni shu paytgacha даже turmush o'rtog'i yo'q bo'lganlar ham oldin mana ko'plar aytadi-ku, erim ruxsat bermaydi deb. Оказывается, o'ziga o'zi ruxsat bermas ekan. Tushunasizmi? Turmush o'rtog'i yo'q inson tushunayotdi-da, men оказывается o'zimga ruxsat bermas ekan va menda xo'jayin yo'q deyapti-da, lekin o'zimga o'zim ruxsat bermas ekan. Shularni anglab, hozir уже umuman o'ziga nisbatan yondashuv boshqacha. Demak, o'zingizni ham ko'nglingiz to'layapti. Hozir ularni o'zlaridan otsif olamiz va otsiflarni ham qo'yamiz. O'zingiz eshitishingiz mumkin. Qani endi boshlamoqchi bo'lgan faoliyatingiz haqida. Hozir mana sentyabrdan xudo xolasa men Gestalt terapevtlarni o'qitishga уже kurs ochaman. Ya'ni bu 9 oy davom etadigan dastur, 7 ta moduldan iborat. Har modulimiz 1,5 oyda bo'ladi va birinchi modul, birinchi stupen bosqichini o'zim o'tadigan bo'lsam 1 yil davomida, ikkinchi yilda ikkinchi bosqichda уже Yevropadan trenerlar keladi va u yerda agarda rusiy zabon trener bo'lsa men o'zim tarjima qilaman, ingliz tilidagi trener kelsa tarjimon olib kelib, bizni tarjimon bilan imенно yevropaliklar bilan Gestalt terapevtlarni, bizani psixologlarni haqiqiy mutaxassis qilib chiqazamiz. Ya'ni shunchaki bir ikkita kurslarda o'qigan emas, mana o'zimman 5 yil tahsil oldim Moskva Gestalt institutida. Ularni ham 5 yil o'qitib, bizni haqiqiy Gestalt terapevt mutaxassis qilib chiqazamiz. Gulnor opa, bunda qanaqa bo'ladi? O'sha sertifikatlari, hujjat deymizmi, diplomi, mana shular haqida bizga chuqurroq ma'lumot bering va ularni o'sha obrazovaniyalari mana shular haqida va ular hozirgi olib turgan bilimlaridan ko'ra qanaqa yangi bilimlarga ega bo'lishadi yana? Hujjat masalasini agar aytadigan bo'lsam, bular 5 yil o'qib sertifikat olishadi, lekin bu yerda psixolog diplomi bo'lishi kerak. Bizani milliy universitetdanmi yoki pedinstitutdanmi nizomiy nomli farqi yo'q. Agarda birinchi mutaxassisi bo'lsa, ikkinchi mutaxassislikni o'qib olish kerak. Обязательно 7 oylik, 9 oylik kursimiz bor-ku. Bizani davlatni diplomi bo'lishi kerak. Yevropadan 5 yillik tahsil olgani to'g'risida sertifikat beriladi. Ular keyin sertifikat olgandan keyin o'zligiga ham sertifikat berish huquqiga ega bo'lishadi. Terapevt bo'lgani, уже psixoterapevt bo'lishadi, uzoq muddatli ishlashni o'rganishadi. Mana ko'pchilik munosabat qurishni bilmaydi-ku hozir. Mana kimlardir do'stlarim yo'q deydi, kimdir turmush o'rtog'im bilan kelisha olmayman deydi. Aynan mana shu o'zini anglab, o'zini tushunib, munosabat qurishni o'rganadi. Uzoq muddatli bizda shunaqa talab bor. Bitta terapevt bilan kamida 60 soat o'tish kerak. Nima uchun? Чтобы sen o'rgangin. Bitta terapevt bilan uzoq muddatli munosabat qurishni o'rgansang, demak sen avtomatik boshqalar bilan munosabat qurishni o'rganasan deb aytiladi. Ya'ni ham bu qisqa qilib aytganingizda shuki, o'sha bir insonga bilan rivojlanish boshlaganingda og'riqqa kelib qochmagin. Baribir, ya'ni aytmoqchisizki, o'sha
og'riq baribir bir xil bo'ladi. Olib boradigan mutaxassis darajasiga qarab qoyil. Terapiyada bilasizmi, shunaqa narsa bor. Xohlasangiz, xohlamasangiz, og'rig'ingizga teggandan keyin sizni ba'zida shunaqa bo'ladi, terapiyaga borgingiz kelmaydi. Mazangiz qochib qoladi, sog'lig'ingiz yomonlashadi yoki pulingiz bo'lmay qoladi o'sha payt. Har xil qanaqadir force majorlar bo'lib qoladi. Agarda siz tushunsangiz, что bu sizda psixikani qarshiligi, shunga qaramasdan terapiyaga borsa mijoz, ana o'shandagina yengib o'tadi. O'sha psixikani qarshiligi. Asosiy joyi shuda, Nurapa, mana shu joyda siz qanaqa ularga yechim bera olasiz? Sababiki, meni kursimda o'qiganingizdan keyin zo'r bo'ladi, hammasi deydigan inson ko'p, lekin og'riq ko'tarilgan joyida hamma ojizda. U joyda faqat o'sha turib bera olganlar, o'tib bera olganlar ketadi-da. Mana shu joyida siz qanaqa ularga ko'nikma bera olasiz yoki ularga yordam tariqasida shularni ular qalbingizni his qilishlari, sizdan yordam his qilishlari uchun so'rayapman-da buni. Bu haqda gapirish muhim. Ko'pchilik mana ichida qoladi, qochish usulini tanlashadi. Даже masalan, pulingiz yo'qmi? Ayting menga, men навстречу boraman. Men sizga imkoniyat yaratib beraman. Tushunyapsizmi? Bu yerda eng muhimi ovoza qilish. Ko'pchilik mijozda aytmaydi-da, umuman muammosini yoki boshqa narsasini, nima qiynayotganini aytmaydi-da, o'zicha yo bo'ldi, xulosa qilib yuboradi, menga to'g'ri kelmas ekan deb o'zicha qaror qabul qilib qo'yadi. Lekin aytsa, bu narsani birgalikda biz yechim topishimiz mumkin. Agarda mijoz bu haqda gapirsa. Demak, haqiqatda shu bir realism bor edi-da, til nima uchun berilgan degan. Demakki, birinchi navbatda shuni singdirasiz. Bu muhimda hayotda yashovchanlik. Bolalarni ko'p og'ziga urib o'rgatilgan-ku, san jim bo'l, jim bo'l. Demak, hamma narsa oddiylikda va anglay olish. Gulnur opa aynan mana shu holatlarni beradilar. Keling, endi bugungi ajoyib kunga qaytaylik. Sababiki jarayonni ko'raylik, ularni o'sha jonli otsiflarini ham qo'yaylik. Sababi inson insondan bir fikrni olganda ishonch yanada keng bo'ladi. Kuting. Mana hozir bizda dars jarayoni ketyapti va juda ham qizg'in bo'lyapti. Hammaliga berilib, kunlarni yoqishmoqda. Energiyaligi shunaqangi jo'shib ketdi. Boshida uxlab qolay deb o'tirishuvdi. Juda aktiv. O'zim kirib kelganimda ham ko'rdim, ulardagi bu duh deymiz ham, o'ziga bo'lgan ishonch shuni bittada urildi-da. Ozroq jarayonni ko'ramiz va natijalarga o'tamiz. Qizlar qanaqa o'zlaringlar qanaqa his qilyapsizlar? Ozroq fikrlaringlarni bildirib, ishlasangiz bo'ladi, bemalol. Kim fikr bildiradi? Bitta sezildi, yuz ko'zlaringlarda. Kichrayishiga yordam berdi, shunday ketdi, sog'lig'imdan ancha olmasaydi, ayollik anaqasi bo'yicha veterinarlarim kamayib sog'lig'imdan. Yana er bilan munosabatlarimiz yaxshilangan, ancha oldingi oilada bizani o'sha bir-birimizni his qilish, erkak ayolimizni his qilishlikka bo'ldik. O'sha narsalarni his qildim. O'zimni ongli ravishda talabimni ongli ravishda tanaman, ongli ravishda nima qilganim istiqomat ozishda ham mana siz darslaringizni eshitib ongli ravishda har kun gramda o'zimni nima oldingidagi yordam beryaptimi? Emotsional ochlikni tushundingmi? Qanaqa boshqarish ekanini? Menda ko'pincha charchoqlikni his qildim. O'sha boshida aytganman, 2026-yilga qo'ygan o'sha maqsadlarim ichida o'zimni erkin his qilgan ayol sifatida rasmini qo'ygan edim, o'shanga erishdim. Tasodifan kirib qo'ygan. Meni boshqa nariga bilan ishlagan. Lekin men сразу yopishib qo'yganman. Men ishlarga markam qilaman. Adashmaganman boshida, yo'q boshida hammamiz qanchalik sodda, biroz yomonroq bo'lgan bo'lsak ham bir-birimizga ishonuvchanlik bo'lgan bo'lsa ham, keyin bu narsa bu maydon bizni shunaqa birlashtirdi, xuddiki bir singillardek ketdi. Hattoki yaqin insoningizga aytib bo'lmaydigan sirlarimizni aytdik va yana bitta narsa o'zimda sezgan jarayon, men aynan hozir shu yerga qaytdim va o'zimni his qilishni o'rgandim. Qachonki o'zimni his qilganimdan keyin atrofimdagi insonlarni ham his qilishni o'rgandim. Ularning hayotida bo'layotgan jarayonlarni his qilishni o'rgandim. Kuzatuvchi pozitsiyasiga tushib boshladim va ichki xavotirlarim, qo'rquvlarim, qanaqadir bir qayerdadir nimalargadir taqiq qo'yishim, uyat hisobiga, taqiqlar hisobiga nimalarnidir amalga oshira olmas ekanmizda va bularga ayb, bahona deb boshqa bir insonlarga ko'proq javobgarlikni berib qo'yayotganmiz. Menga baribir yana qarordan o'tgan, transformatsiyadan o'tgan bo'lsa ham menda qo'rqoqlik juda ham kuchli edi. Odamlardan qochardim, doim darslardan uzoqda turib o'zim o'qilardim. Ko'pchilikka kirsa xuddi
o'zimdan uyalish hissi ko'p bo'lgan. Allohim shunchalik yaratgan bo'lsa ham o'zimdan juda ham uyalish ko'p bo'ladi. Xunuk hisoblardimmi, bilmayman, mana odamlarni fikri qiziqtiraveradi. Nima deb o'ylashlari. Lekin o'zimga qaytdim, ertaga kelib erkinlik bera oldim o'zimga. Juda odamlar bilan bemalol muloqot qiladim, mendan uyalish yo'q. Ichimdagi fikrlarimni ham ayta olaman. O'qishda bo'lgan o'zimni o'qib qolmay yurgan kurslarimni o'qib bitirdim. Shu orasida zo'r berdi o'qigan. O'zimni topdim, o'zimga keldim. Qo'rquvlar yo'q. Kelajakdan qo'rquvlarim yo'q. Rosa xavotirda yurardim. Hali bo'lmagan narsalardan qo'rqib, bir katta narsalar yaratolmadim. Katta narsalar. Hozirmi qo'rqish yo'q. Bundan ham qo'rqib. Siz sabab bo'ldingiz-ku, o'zi asabiylashib, nimadir nima telefon qilib qoldingiz, yo bolalarni urishmadi, uni ular boshlanish charchadim, shansa. Voy, как раз она boshladim, давай kirdidir shu ertasi kunmi degan. Ham kurslarimdagi narsa bo'pti dedim, yana qilmadim. Doimgidek namoz kurslarida hech qachon oxirigacha o'zi kirmaganman, birinchi darsga kiraman. Yetkazolmasdan oxirigacha hech qachon bormagan. Bunday boramanmi yo'qmi deb rasmkinani berardi. Judayam baliq olib ketsa kerak edi. Shu boshida sal qochishlar bo'ldi-yu. O'sha bir pasda beshoy o'qib qo'ydim. Hali ham men ishonmayapman. Nahotki To'yga ketayotgan joyida shunday o'xshaganman deb shunday olib o'tirsa boshida darsga. Yigit boshida ketayotgan joyimda nima bo'lgan? Javob chiqib o'tirganman. O'zingizga ishonchingiz nima opa birinchi navbatda? Ishlar terapiyaga kelishimdan oldin menga umuman farqi bo'lmagan, to'g'risini aytsam. Bular nimani tavsiya qilsalar, ularga foydasi teggan bo'lsa, menga ham foydasi tegadi deb yaxshi. Albatta hozir tanaga ishlarda hech kimni tanlamaysiz, hech kimni baholamaysiz. Kimga tushganda joni birdir, mana shu yerda o'tirasiz. Mana shu o'tirgan jarayonimda bildimki, hech kim besabab kelmas ekan deb turibdi. Ishlar degani san zirkalit qilasan. Oltita odam bo'lsa, oltita odamda sani yoki qisming bo'ladi. Yoki oltita odamda san qisming bo'ladi. Baribir o'sha tochkasi har bitta insonni har xil istoriyasi bo'ladi, har xil og'riqlari bo'ladi, har xil bo'shliqlari bo'ladi. Hammasi bitta mavzuga yetib keladi. O'shandan bilganmanki, hech kim o'zidan o'zi bu ishlarga kelmaydi. Men ko'p individualni ishlaganman Gulnora opam bilan. Mana gruppaviy birinchi marta ishlaganman. Onlayn taklif qilganlarda men sразу aytganman. O'zlariga qaytadan taklif berganman. Давайте ishlab offlayn qilaylik. Hamma bir-birini ko'rib, energiyasini almashib ishlagan yaxshi. Anaqa onlayn ovozini eshitib ishlagan boshqada, vizual bundan boshqa. O'shandan menda men уже bitirib bo'ldim, to'ldirib bo'lganman deb individual ishlaganman, ular bilan to'ldirib bo'lganman degan qismlarim chala-chala bo'shab qolgan bo'lgan. Mana hozir 5 oy ichida biz shu jarayonlardan etap-etap, bosqichma-bosqich o'tganimizda men tushunib yetdimki, psixologiya bu jarayonlar o'tadigan narsa emas. Bizada taqdirlanadi. 5,5 oy davomida o'qib, juda katta yutuqlarga erishib, o'zini ustida ishlagan inson bu Madarova Nargiza Sulaykmanova. Taqdirlanadi. Shuncha qiyinchiliklarga qaramasdan o'zini ustida ishlab, nima bo'lgan taqdirda ham har doim darsda birinchi bo'lib o'tiradigan inson Hasamiddinova Gulnoza Bahriddinova. Taqdirlanadi. Judayam kuchli, judayam e'tiqodli, judayam aqlli va go'zal qizimiz Azimjonova Zuhra Azizovna. Taqdirlanadi. Judayam aqlli, dono, mehribon qizimiz bu Faxriyeva Durdona O'ktamovna. Taqdirlanadi. Judayam go'zal, judayam kuchli, judayam e'tiborli va mehribon. Qancha qiyinchiliklarga, to'siqlarga qaramasdan, men anglayapman, men tushunmayapman deyishiga qaramasdan. Bilib turadilar birdan. Oxiri anglab yetgan Tangrieva Farida Abdukarimovna. Tabriklayman. Oy, rahmat qo'nar. Mana oyoq so'zlayapti. Chani o'chiramiz Amerika. Zagishlar. Ura! Omriy bo'lib, guruhlarim ko'payib, hozirda tashqarida shogirdlar chiqarib, уже, sentabrdan xudo xohlasa sportga o'qitaman. Aytaman, marhamat, bemalol, ishimiz ochiq, murojaat qilib kirib kelsanglar bo'ladi, agarda davom ettiraman, singlar.